Sen ko'zingga qaramaysanmi? Ko'chani sotgandek changitib kelasan. Menga qara. Ekonom qilib ishlatsang bo'lmaydimi hozir? Qayerdan topaman hozir pul? O'zi arendator ham xit qilib telefon qurib. Unga pul topishim kerak. Sen ham tiqosan-da. Sen ko'zingga qaramaysanmi? Ha? Ko'chani sotgandek changitib kelasan? Ochma meni. Sendan boshqalar ham yuradi bu yo'lda. Uzr. Pravangni sotib olganmisan? Yo'lingga qaramaysanmi? Ko'z bormi? Uzr aka. O'zlaringcha baland mashinaga o'tirib olib, boshqalarning ko'zlaring ko'rmay qoladi sandikka boylanib. Ha? Arzimagan temir bu tagingdagi. Sal kalam dimog'ingni yig'ishtirib olgan, tushundingmi? Xudo biladi qanaqa pulga olgansan. Nimalar deyapsiz? Jiming. Oddiy odamlar bilan ishing yo'q. Shuning uchun ham pisand qilmaysanlar. O'zingizni bosib oling, hech narsa bo'lmadi-ku aka. Urasan, sen o'zing mashinani to'g'rilab olasan. Men nima qilaman? Arendada bo'lsanman. Shuncha ishlayman. Senlarga oson to'lash. Oddiy odamni nazaringga ilmaysan. Bo'lmasam shunaqa ho'kizga o'xshab bostirib kelarmiding? Umringda birorta kambag'alni holidan xabar olganmisan? Aytib turibdi hammasini bashara. Uzr dedim-ku, yana nima qilish kerak? Uzr dedim-ku. Mana qilar ishni qilib qo'yib yana jahl qilasan menga, sakraysan. Boylarni o'zi hammasi shunaqa. Senlar boy bo'g'irlaring, biz qiynalaveramiz shunaqa. Nima demoqchisiz o'zi? Bitta odamga yaxshilik qilib qo'ygan. Hech bo'lmasa bitta odamga yaxshilik qilib qo'ygan. Xo'p, aka, xo'p. Menga qilib qo'yganmisan yoki yaxshilik? Ha? Menga qilib qo'yganmisan-la yaxshilik? Faqat o'zing topasan, o'zing ishlatasan. Men ham ishlayman, sen ham ishlaysan. Aka. Senikini qaragin-da, meni qara. Telefonimni qara. Ko'zingni ochib yurgan. Vafsha adolat yo'q o'zi. Xo'p, bo'pti. Boyvachcha. Bore. Foydasiz boyvachchalar. Alo, men tasavvurlashyapman, sana kimni telefon qil. Ahmoq. Har bola durarganda. Hammani qo'ying, e'tibor qilmang. O'zimda ham ayb borda. Rulda yurganda pul sanamasligim kerak edi. Hech pullik ham esimdan chiqib ketdi. Xullas, mana shu aytgan xonadonga berib qo'ying. Xo'p bo'ladi, shef. Bu oyga ehsoni bu. Bu safar ko'proqmi? Manfaati ham ko'proq bo'lsin. Xo'p. Mayli. Oddiy odamlar bilan ishing yo'q. Foydasiz boyvachchalar.